أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. Assalomu alaykum muhtaram birodarlar. Barchangizga Allohning marhamati va ofiyati bo'lsin. Bugun ba'zilar jinlarni ziyonlaridan xalos bo'lish uchun turli rangdagi qo'ylar, tovuq, chumchuq kabi jonliqlarni rizoi jin niyatida so'yib qurbon qiladilar. Qonini chiqarib bemorni og'riq joylariga suradilar. Bu johiliyatdan qolgan amallardan biri bo'lib, shaytonni xursand qiladi va rozi qiladi. Alloh A'rof surasining 27-oyatida shunday marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Ey odam bolalari, shayton ota-onangizni o'zlariga avratlarini ko'rsatish uchun ustilaridan liboslarni yechib, jannatdan chiqarganidek, sizni ham fitnaga solmasin. Albatta u va uning yordamchilari sizni siz ko'rmaydigan tomondan ko'rib turadilar. Ba'zi albatta shaytonlarni iymon keltirmaydiganlarga do'st qildik. Aynan sizni Allohning shariatidan chetga chiqishga buyurayotgan shaytonlar u jin bo'ladimi, inson bo'ladimi, otamiz Odam alayhissalom va onamiz Momo Havoni jannatdan chiqishlariga sabab bo'lganlardandir. O'shanda taqiqlangan meva yeyishga ilhomlantirgan shayton o'sha bilan jannatdan mahrum bo'lishlarini bilar edi. Bugun ham xuddi shu ish takrorlamoqda. Bizni harom qilgan yo'l bilan ne'matga jalb qilyaptilar. Jannatdan mahrum bo'lishimizga sabab bo'lishni niyat qilyaptilar. Bu o'tkinchi 4 kunlik hayoti dunyo ne'matlariga mangu jannatingizni sotib qo'ymang. Nari borsa 80 yillik hayot haqida bosh qotirib, 80 trillion yillik hayotdan voz kechasizmi? Hatto 80 trillion ham mangulik oldida bir tomchidir. Bir o'ylab ko'ring. Alloh o'z oyatida bizni shayton ota-onalaringizni fitnaga solganidek sizni ham fitnaga solmasin demoqda. Shayton xohishini bajarib Alloh shariatini chetga surib qo'yayotganlar hazir bo'lsinlar. Boshqa bir oyatda Alloh taolo shunday marhamat qiladi. Bismillahirrohmanirrohim. U zot ushbu zimmamdagi to'g'ri yo'ldir. Albatta mening bandalarim ustida sening sultonliging yo'qdir. Magar senga ergashgan gumrohlargina, besavodlargina bordir. Albatta jahannam ularning barchasining va'da qilingan joyidir. Alloh shaytonga haqiqiy bandalarim ustidan senga xo'jayinlik yo'q demoqda. Haqiqiy Allohning bandasi bo'lishga harakat qilgan kishiga jinlar ta'sir o'tkaza olmaydilar. Senga taslim bo'lmaydilar, magaram o'zingga o'xshagan yo'lini yo'qotganlargagina hukm o'tkazasan degan edi. Alloh shariatiga xilof ishlarni qilmang. Qonlash amaliyoti shar'iy ish emas, bid'at va xurofotlardandir. Shayton buyurgan ziyofatlardandir. Shaytonning yo'liga kirishdir. Afsuski vaqtimiz qisqa, ammo bu safargi suhbatlarimizda aynan shu qonlash amaliyoti o'rniga shariatdan chiqmagan holatda ruhiy xastaliklarga davo bo'ladigan sirlardan aytishni davom etamiz.